Assalomu alaykum hamyurtdoshlar. Mana bugungi bizning tushayotgan videorolikimiz har bir xalqning urf-odati bo'yicha kelib chiqqan tarixi to'g'risida olinadigan narsalardan bittasi bu insonning bosh azizligi, shuni bosh kiyimi to'g'risida o'tamiz. Masalan, olgan bo'lsak, o'zbek xalqining do'ppisi. Do'ppisi bu hamma xalqlarga o'xshash emas. Bu yerda to'rt burchak va to'rt taraf qiblaga o'xshab ko'rsatilgan. Yana bu yerda yuqori qismida qalampir shaklida naqsh o'rnatilgan, bu yerda yonida yulduzchalar ko'rsatilgan, atrofni aylantirasiga, ya'ni boshqacha naqsh. Bu har bir elementi o'z ma'nosini bildiradi. Mana bu yerda oladigan bo'lsak, yana ikkinchi do'ppimizni oladigan bo'lsak, bu do'ppilardan xuddi shunday. Bu yerda oladigan bo'lsak, ya'ni dumaloq yarim shar shaklida ko'rsatilgan. Do'ppini qalampirda bu yerda elementlari juda ham katta ko'rsatilgan. Mana ko'radigan bo'lsanglar, videoda kattaytirib ko'rsatilgan bo'lsa, ko'rsatilgan. Buning ichida ma'nosi ham belgilar har bir o'zi ma'nosini bildiradi. Yana bu yerda oladigan bo'lsa, yana bir boshqacha do'ppi. Ya'ni bu har bir oblast, har bir shaharni o'zini naqqoshlari yasaladigan do'ppilarda qalampir shakli bashi hammasiniki bir xil, ma orasi ichidagi naqshlari har xil bo'lib ko'rsatiladi. Yana bu yerda oladigan bo'lsa, mana bu yerda ham mana ichida naqshning ichida qalampirning ichi o'zgacha mana. Oladigan bo'lsa, bu yosh bolalarning kiyiladigan do'ppilardan bittasi mana. Mana bolalar, ya'ni bolalarga ko'rsatilgan. Undan tashqari mana yosh katta, mo'ysafid kishilarga kiyadigan do'ppilardan biri barxut. Ya'ni barxutdan tikilgan. Bu taxlanmaydi. Ya'ni oladigan bo'lsak, mana do'ppilarimiz hammasi ya'ni yig'ilib, taxlanib qo'yiladi. Qo'qon do'ppilari bor. Qo'qon do'ppilari juda ham balandligi juda ham yuqori bo'lib ko'rsatadi. Bunday do'ppilar kamdan kam qo'llanadi. Mana oladigan bo'lsak, Samarqand, Buxoro tarafda zardozlar, ya'ni bunday qo'lda to'qilib, ya'ni ipak ipidan do'ppilarni tikib tayyorlashadi. Mana bu yerda oladigan bo'lsak, mana hoji akalarimiz, hoji otalarimiz hojilikka borganda, domlachilik qilayotganda boshlariga kiyib yuradigan do'ppilardan. Mana ikkalasi ikki xil. Ya'ni bularning ham ma'nosi har xil bo'lib ko'rsatiladi. Bittasi oladigan bo'lsak, bu gumbazlarning shaklida oy ko'rsatilgan, ikkinchisi oladigan bo'lsak, o'simliklar naqshlari bilan ko'rsatilgan do'ppilardan tayyorlangan. Yana oladigan bo'lsak, o'zbek xalqida ipak qurtlarni ko'p bo'lsa, ipak qurti bu yerda ko'rsatilgan bo'yicha atlas so'qilgan, xon atlas. Ya'ni Namangan, Farg'ona taraflarida, Andijonda atlaslar to'qiladi. Ya'ni buyuk ipak yo'li degan tarixdan qolgan haligacha bor. Ya'ni Xitoydan boshlab Yevropa mamlakatlariga yuboriladi. Bundan tashqari mana kiyimlarimizni oladigan bo'lsak, bellamalar. Bel baquvvat bo'lish uchun atlasdan bellama to'qilib, ularga ham naqsh iplar bilan naqshlar ko'rsatib to'qilgan. Mana oladigan bo'lsak, mana tashlab ko'rsatilgan bo'lsa, ko'rsatilgan. Mana yuqorida oladigan bo'lsak, mana choponlarimiz, beqasam chopon. Bu ichiga paxta solib, astarlik. Qishda sovuq yeyishmaydi, yozgi sovuq yuradi. Ustida esa xalq urf-odati bo'yicha, ya'ni ustidan bellama taqilib keladi, boshiga to'ppi kiyiladi. Orqasida ko'radigan bo'lsa, atlasdan holat ko'ylaklarimiz, yosh qizlarimizga, kelinchaklarimizga atlas matodan to'qilgan kiyimlarimiz. Mana bu ya'ni katta bayram an'anamizga to'ylarda kiyadigan choponlar bilan ustida jiletkalardan ichida ko'rsatilgan. Ich tarafini ko'rsating. Ichida mana atlaslar ko'rsatilgan. Mana bu atlaslar. Endi orqamizda oladigan bo'lsak, palak. Qadim zamondan kiyayotganda har uyda, uylarimizda palaklar. Mana bu urf-odati bo'yicha haligacha, hanuzgacha yosh kelinlarimizga qizlarni uzatayotganda onalarimiz qizlariga bo'xshasiga tayyorlab beradi. Bu nima uchun maqsadda ko'rsatyapmiz? Kelajak avlodimiz o'z xalqini, o'z urf-odatini esdan chiqarmaslikka da'vat etish uchun tushirgan video roliklarimizdan bittasi. Qani oladigan bo'lsak, mana yoshlarimiz, yosh bolalarimizga do'ppi kiydirib qo'yaylik. Mana bu nabiramizni esdan chiqarmaslik uchun mana do'ppilarni kiyib, yumshoqqina do'ppilarni kiyib ko'rsatdik. Mana nabiramizdan Ismoil degan nabiramiz mana oldimizda o'tiribdi. Mana shu kelajak avlod. Ular bizlardan keyin o'zlari farzandlariga, nabiralariga tushuntirib beradi. Xuddi shu ularni aytgan so'zlarimiz esida qoldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.